kim bergan bo'lsa ham mana ona yo'piridek qizimizni erlari hojilar uchun sovg'a qilib beribdi. Eri hozircha bitta eri. Qizlarimiz eri. Biz gul oldiga sovg'a. Robbil alamin. Nimaga? Allah razı bo'lsin, tamjoni sog' bo'lsin, ilohim. Yana safar birgalashib mashina o'tirganimizda bizga buket bersin mana. Allohim qabul qildik. Allah razı bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin ilohim. Menga qarab gulga tushib qo'ying. Menga qarab. Rahmat, tanjonilar sog' bo'lsin. Gul berganda qo'li dard ko'rmasin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarisin, o'zlaridan unib o'sib ko'paysin. Mana bu hoji bolamiz endi katta bo'lganda mana shu bolaga o'xshagan hajlarga olib keladigan katta qori bolalar bo'lsin. Muhammadning umri uzun bo'lsin. Ilohim Muhammadlari ko'paysin. Yana bitta Muhammadni qo'shib billalashib olib kelgan nasib qilsin. Ilohim tanjoni sog' bo'lsin. Ukam ham dastkoriga baraka bersin, o'rnlarini to'ldirib qo'ysin. Ularni yaxshi kunda Muhammadni to'yida to'rida biz o'tiraylik, mana shu jam bo'lib o'tiraylik hammamiz. Videochi ham tushib qolsin bitta. Menman videochisi. Vosh nomadiku. Qo'linglar ko'targan omad.